Assalomu alaykum, Rizma avtoservis obunachilari. Bugun servisimizda Nexus kelgan. Ustaga nima bo'ldi bunga? Asosiy ayblaridan amortizator tirqlab keluvdi buni. Amortizatorlarda Nexus 3 ta odamni ko'p yuklaganda, jicha vaqt o'tgandan keyin amortizator o'qini teshib o'tib ketish nimasi bor, aybi bor. Shunga keluvlar. Yana bitta narsani ko'rib qoldik bunda. Balonni qarang. Bu narsa shopirlar uchun, tashqarida yo'lda chekkasida turganlar uchun juda xavfli holat. Hozir mashinalarda haydaydigan shopirlarimiz ko'p yoshlar bo'lib ketdi. Yosh kattalar o'zi biladi. 10 ming, 20 ming kilometrda razval balansirovkasini tekshirtirib yuriladi. Mana shu mashinada balon oldida yurgan, razvalga ahamiyatsiz bo'lgan. Berilmagan. Mana ko'ryapsizlar, mashinani shinasini 90% yilib ketib bo'lgan. Simlari chiqib qolgan, voy mana. Shunga ahamiyat berishlarini tavsiya qilamiz. Amortizatorlaridan bo'lgan muammoga yechim yoki yangi qo'yib yuboriladi amortizatorning ustiga temirlarini yoki qalinroq shayba bilan bitkizib berdi, chiroyli qilib. Tiriqlash odam yuklaganda ko'proq bo'ladi. Teshib o'tib ketib, kuzibda ham teshib chiqish darajasiga yetib boradi. Boradi. Shuning uchun Nexus 3 borlar, videoni yuborib qo'yinglar, albatta o'zlaringga qarab hushyor yuringlar. Uni natijasi tiqir-tiqir ovoz chiqaradi, xolasa katta muammo olib kelmaydi. Qanaqa muammolar bo'lishi mumkin yana agar unga be'tibor bo'linsa. Teshib o'tib ketgandan keyin mashinada yurolmay qolasiz. Xuddi bitta amortizatoringiz uzilib tushib qolgandaqa taraqlatadi. Taraqlatadi. Yaqinlarga videoni yuborib qo'yasizlar. Albatta fikrlar kommentariyada yozib qoldirib, videolarimizni like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Yaqinlar sizlar uchun xizmatdamiz. Aka, kattakon rahmat sizga.